Quyon muchali sohiblari uchun 2026-yilning ikkinchi yarmidan boshlab 2027-yilning fevral oyigacha bo'lgan davr qanday kechadi? Xullas, goroskop. May va iyul orasi qizigan kum ustidagi raqs. Atrofdagi hamma narsa qiynayotgandek tuyuladi. Voqealar tez rivojlanadi, odamlar esa bundan ham tezroq jahli chiqadigan bo'lib qoladi. Ot yilining olovli energiyasi sabr-toqatingizni sinovdan o'tkazishi mumkin. Ichki xotirjamlikni saqlang. Bu sizning eng kuchli qalqoningiz. Ish va faoliyatda intizom talab etiladi. Ayniqsa atrofda tartibsizlik hukm surayotgan bo'lsa. Tezlikni yo'qotmang, lekin o'zingizni ham haddan tashqari qiynamang. Dam olish hozir hashamat emas, balki zaruratdir. Iyul oyida soyada qolish foydaliroq. Kamroq gapiring, ko'proq kuzating. Videoim davom etadi, lekin undan oldin videoni quyonlarga jo'natib qo'yishni unutmang. Avgust va oktyabr oylari sokin yutuq davri. Boshqalar holdan toyib borayotgan bir paytda siz yanada kuchliroq, diqqatini jamlagan va o'zini qo'lga olgan holda maydonga qaytasiz. Mavqeingizni mustahkamlash, foydali kelishuvlar tuzish va e'tirof qozonish uchun imkoniyatlar paydo bo'ladi. Kuz, sizning mavsumingiz. Sizdan taralayotgan xotirjamlik odamlarni o'ziga tortadi. Muhabbatda barqarorlik, ish va moliyaviy masalalarda esa izchil o'sish kuzatiladi. Ayniqsa sentyabr va oktyabr oylarida omad kuchli bo'ladi. Aynan shu davrda strategiyangiz kutilgan natijani bera boshlaydi. Noyabr oyidan 2027-yil fevral oyigacha muloyim kuch hosili davri. Yilning yakuni 3 kunlardan keyingi yumshoq baxmaldek kechadi. Hammasi sekinlashadi, ammo bu yaxshi tomonga bo'ladi. Orqaga nazar tashlab, bir haqiqatni anglaysiz. Siz boshqalar kabi shoshilmadingiz, ammo manzilga birinchilardan bo'lib yetib keldingiz. Har doimgidek to'liq ma'lumotni storiesga joyladim va albatta menga obuna bo'ling. Keyingi videolarimda qaysi muchallarning prognozlari haqida gapirishimni istaysiz? Izohlarda yozing. Salomat bo'ling.